Biz o'sha mana issiq kiyimlar kiyib tayyor bo'ldik. Endi hozir Santa Claus qishlog'iga yo'l olamiz. Va nihoyat mana taksi chaqirdik, keldi. 48 euro ko'rsatishadi. Boy 14 euro edi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qimmat bo'lishidan qat'iy nazar biz Santa Claus qishlog'iga yo'l oldik. Rocking around the winter tree at the frosty party hop. Buni qaranglar, bu Santa Claus qishlog'ining eng katta qo'lda yasalgan qorbobosi ekan. Va shu chiroyli. Rocking around the winter. Wow, Santa Claus o'zi. Oldin Santa Claus sovg'alarni bug'da tarqatmasmidi? Zamonaviylashib ketibdi-da, qaranglar, mana mashinada tarqatayotgan ekan. Bizlarni uyga ham tashlab o'ting. You will feel a gentle feeling when Hozir Santa Claus bug'isiga uchish uchun mana bilet oldik. Hozir uchamiz. in time for cheering, trim the lights and spread good healing. Wow, va nihoyat shohli bug'i topib o'tirmoqchimiz. We have a lovely holiday. Everyone's dreaming cheerfully in the bright and snowy way. Way! Havo harorati juda ham sovuq. Shuning uchun Santa Claus qishlog'ida kelib, mana shunaqa o'tin atrofida ism olish imkoniyati ham bor ekan. Endi esa chiroyli, ancha ko'rganib ketyapmiz. Buni qaranglar, qanaqa kattacha. Juda ham chiroyli shoninglar. Mana bu o'rmonning ichida mana shunaqa archa, живой archa bor, chizoq.